Marvel buni uddaladi va nihoyat butun dunyo oyoqqa turdi va qazoskorlar qiyomat kuni filmini intiqlik bilan kutishmoqda. Kevin Feige qolaversa ko'plab insiderlar film haqida juda katta miqdorda ma'lumotlarni tarqatib yuborishdi. Hozirda ko'plab teoriya va ma'lumotlar film atrofida aylanmoqda. Film treyleri esa hammani shokka tushirdi. Bu video davomida siz filmning ilk treyleri bizga nimalarni ma'lum qilganini, Doktor Doomning asosiy maqsadi nima ekanligini va eng asosiysi, aka-uka russolar Fantastik 4lik filmining yakuni bilan bizni qanday qilib lakka tushirishganini bilib olasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Treyler voqealari polda yotgan Qisaver maktabining peshtaxtasini ko'rsatish bilan boshlanadi. Bu peshtaxtani biz 2014-yilda ishlab chiqarilgan X odamlar o'tgan kelajak filmida ko'rgan edik. Undan keyingi kadrda esa Charles Qisaver qandaydir sayyoraning portlashidan xavotirga tushayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa katta ehtimol bilan Tobey Maguire ijrosidagi O'rgimchak odamning olami bo'lishi mumkin. Chunki bu treyler chiqishidan ancha oldin ham filmda Tobey Maguirening O'rgimchak odami qatnashadi degan taxminlar mavjud edi. Ushbu taxminlarga ko'ra, Deadpool va Rosamaxa O'rgimchak odam bilan kurashish uchun uning olamiga yuboriladi va ular o'rtasida kichik, ammo qoyilmaqom jang sodir bo'ladi va bu jang natijasida Rosamaxa va O'rgimchak odam halok bo'ladi. Lekin bizda ular qanday qilib halok bo'lishi haqida umuman taxminlar yoki ma'lumotlar yo'q edi. Balkim aynan mana shu sahna bunga bir taxmin bo'la olishi mumkin. Doktor Doomning sahnasiga kelsak, agar uning ko'rinishi va niqobiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu ko'rinish Fantastik 4lik ilk qadamlar filmining yakunidagi titrlardan keyingi sahnada ko'rinish bergan Doktor Doomdan ancha farq qiladi. Yaqinda esa San Diegoda bo'lib o'tgan Comic-Conda Marvel bizga Doomning yordamchilaridan biri bo'lgan Latveriyalik jodugar personajining libosini taqdim etishdi. Agar uning niqobiga e'tibor beradigan bo'lsak, shuni tushunib olishimiz mumkinki, katta ehtimol bilan Fantastik 4lik binosiga ham aynan Doktor Doom emas, balkim Latveriyalik jodugar borgan. Mana bu sahnada yangi qasoskorlar, eski qasoskorlarning ba'zi a'zolari va Fantastik 4likni ko'rishimiz mumkin. Lekin biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu ularning orqasidagi monitorda ko'rsatilgan narsalardir. Birinchidan, ularning orqasida 3 ta olamning to'qnashuvi ko'rsatilgan. Bular asosiy olam, ya'ni 616-chi, Fantastik 4lik olami, ya'ni 828-chi va X odamlarning 10.005-chi olamidir. Doktor Doom ham aynan Fantastik 4lik yashaydigan olamdan kelgan, lekin qanday yo'l bilan? Treylerdagi sahnada kema ichida faqat Thor va Fantastik 4lik a'zolari bor edi xolos, deyishingiz mumkin. Biroq bunday emas. Bu sahnada Doomning borligi shunchaki treyler uchun yashirib qo'yilgan. Chunki ko'ryapmizki, bu yerda yana kamida 3 ta personaj yetishmayapti. Bular esa taxminan Doktor Doom, Shang-Chi va albatta qo'shtirnoq ichida Kapitan Amerika yoki Hydra. What? Mayli, bu mavzuga hali video davomida to'xtalamiz. Monitordagi ikkinchi ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu. Unda davom etayotgan 28 daqiqa yu 07 soniya qolgan vaqt katta ehtimol bilan agar bu vaqt tugasa, 3 ta olam bir-biri bilan to'qnashadi. Endi aniqlashtirib olishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa mavjud. Bu esa ushbu sahna filmning aynan qaysi vaqtida yuz berayotganligi. Chunki 28 daqiqa bu filmning boshlang'ich qismi uchun juda ozlik qiladi. Biz hali film davomida X odamlarning Sentinellarga qarshi jangini, qazoskorlar va X odamlar to'qnashuvini, so'ngida esa barchaning birgalikdagi Doomga qarshi yuzlanishini ko'rishimiz kerak. Qolaversa, aka-uka russolar ham film davomiyligini 2 soat 46 daqiqa deb aytishgan. Agar bu sahnani filmning yakunida, ya'ni oxiriga oz qolganda bo'lyapti deb o'ylasak ham biz adashgan bo'lamiz. Chunki filmning yakuniy jangidan oldin ular X odamlar bilan to'qnashishi va ular bilan birgalikda Doomning aslida yovuz maqsadda ekanligini bilib olishlari kerak. Va bu sahnaning o'ziga qaraydigan bo'lsak ham, negadir ushbu sahna yakuniy jangdan oldingi yig'inga o'xshamayapti. Mening shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, menimcha bu sahna filmning o'rtasiga yaqin qismida, ya'ni 30 yoki 45 daqiqalar oralig'ida ro'y beryapti. Ekranda bor yo'q 28 daqiqa vaqt qolgan edi. Demak, olamlar to'qnashadimi? Ha, olamlar to'qnashadi va shu orqali X odamlar hamda qasoskorlar to'qnash kelishadi. Keyinchalik esa voqealar bir-biriga bog'lanib ketadi. Ogohlantiraman.
Bu faqatgina mening shaxsiy taxminlarim xolos. Yana shunday taxminlardan biri bu. Aslida Fantastik 4lik olami umuman bo'lmagan. Ha, qasoskorlar Intihob filmidan so'ng Kapitan Amerika Peggy Carter yonida qolishni tanlagan va bu narsa multi olamga yangi olamni kiritgan. Bu yangi hosil bo'lgan olam esa Fantastik 4lik olami. Lekin esingizda bo'lsa, oldin TVA tashkiloti yangi hosil bo'lgan olamlarni yo'q qilish va multi olam muvozanatini saqlash bilan shug'ullanishardi. Biroq olamlar Lokining qo'liga o'tgach, bu ish to'xtatildi. Loki yangi hosil bo'lgan olamlarni yo'q qilishni xohlamadi. Shunday qilib 228-olam ham saqlanib qoldi. Ammo buning natijasida Doktor Doomning oila a'zolari, ya'ni mana bu posterda ko'rsatilgan xotini va farzandi halok bo'ldi. Bu esa uning Kapitan Amerikadan qattiq nafratlanishiga va olamlar to'qnashuvi orqali o'zi xohlagan yagona olam, ya'ni Battle World'ni yaratishga urinishiga sababchi bo'ldi. Treyler'dagi X odamlar va qasoskorlar to'qnashuv sahnalaridan esa hozircha Gambit Shang-Chiga qarshi hamda Raven Yelena Belowga qarshi bo'lgan sahnalar ko'rsatildi. Lekin bundan tashqari ham ko'pchilik bir-biriga qarshi chiqishi aniq qilib aytib o'tilgan. Bular Mr. Fantastic Kurt Wagnerga qarshi, yangi Kapitan Amerika Sam Wilson Cyclopsga qarshi hamda Tosh odam doimo Deadpool filmlarida ko'rinish beradigan temir ko'rinishidagi temir odam Colossusga qarshi. Sahnalardan biri, ya'ni TVA kartasidagi Lokining ko'rinishi va treyler'dagi rostmana Lokining qayergadir tashrif buyurishi haqida to'xtaladigan bo'lsak, TVA kartasida Lokining TVA tashkilotidan ekanligi haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Uni ushlab turgan qo'l esa albatta bu Steve Rogersning qo'li. Chunki esingizda bo'lsa, Marvel qasoskorlar qiyomat kuni filmining ilk tizerini taqdim etganida u bir narsaga yaxshigina urg'u berib o'tgan, ya'ni Steve Rogersning qo'lidagi nikoh uzugiga, va biz uni treylerda ham ko'rishimiz mumkin. Loki ham mana bu sahnada aynan Steve va Peggy'ning uyiga borganligi 100% aniq. Chunki bir xil xona, pardalar ham bir xil va uyning tashqi tomonidagi ko'rinish ham bir-biriga juda o'xshash. Fantastic 4'likning Herbie nomli robot ham film davomida Fantastic 4'likka yordam beradi. Chunki mana bu sahnada u ham filmda borligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, endi diqqat savol. Joni Storm nimaga yig'lamoqda? Bunga javob topish esa juda oddiy. Birinchidan, bu inson ham malla sariq sochli ekan. Film davomida bunday 3 ta inson mavjud. Bular Joni Storm, Sue Storm va Franklin Richards. Xo'sh, yig'layotgan Joni Storm, demak uning o'zi chiqib ketdi. Film davomida Sue Stormning sochlari jingalak emas, balkim uzun holda bo'ladi. Demak, Sue Storm ham chiqib ketdi. Qolgan javob esa albatta Franklin Richards. Ha, u film davomida halok bo'lishi mumkin, lekin qurbonlar bu bilan cheklanib qolmaydi. Yashirin manbalarda aytilishicha, Kapitan Amerikaning farzandi ham ushbu filmda vafot etar ekan. Treylerdagi eng dahshatli to'qnashuv esa bu albatta Thor va Doktor Doomning to'qnashuvi. Lekin Thor bu to'qnashuvda ancha kuchsizlik qildi. Ko'ryapmizki, u bor kuchi va g'azabini ishlatib zarba berdi. Biroq Doom uni ataga ikkita barmog'i bilan to'xtatib qoldi. Bu achinarli holat, lekin Doomning qo'llariga e'tibor beradigan bo'lsak, uning sovutida runalar chizilgan va bu unga sehrdan foydalanish imkonini beradi. Unga bu uchun latviyalik jodugar yordam beradi. Latviyalik jodugar niqobi ostida kim bo'lishi mumkinligi haqida ham, yana bundan tashqari Marvelning so'nggi yangiliklari haqida ham bizda anchagina ma'lumotlar va yangiliklar mavjud. Ammo bu haqida to'liq va batafsil tayyorlangan video qilmoqchiman. Xo'sh, Thor Doomga yengiladimi? Ha, bu sodir bo'ladi. Doom Thorni deyarli o'ladigan holga keltirib tashlaydi. Thor esa uni yakka o'zi yenga olmasligini tushungach, ikkinchi tizerdagidek otasidan Odin Force kuchini so'raydi va otasi unga kuch bilan birgalikda Valhallalik jangchilarni ham yuboradi. U yerda esa Jane Foster va Heimdall bo'lishi aniq, chunki ular ham allaqachon aktyorlar tarkibiga qo'yilgan. Ana endi so'nggi sahna, ya'ni Thor va Kapitan Amerikaning uchrashish sahnasiga ham yetib keldik. Bu sahnada Thor Steve'ni ko'rib, u ekanligiga ishonmaydi. Men ham keyin Mjolnir bilan sinab ko'rishga qaror qiladi. Aynan mana shu sahnada Steve'ning orqasida qandaydir xiralashtirilgan va kimligi yashirilishga harakat qilingan personaj mavjud. Xo'sh, bu shaxsni kim deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. To'g'ri, bu sahnada Steve Mjolnirni ko'tara oldi va hattoki uning qo'lida boyagi nikoh uzugi ham mavjud ekan. Lekin treyler yakunidagi uning makkarona kulishi menda bir ikkita taxminlarni yuzaga keltirdi. Birinchidan, qasoskorlar qiyomat kuni filmining ilk tizerida shuni ko'rgan edikki, uning sochlari kalta edi. Nima, endi birdaniga uzun bo'lib qoldimi? Mayli, buni tushunish mumkin. Balkim oradan vaqt o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin agar bu Kapitan Hydra bo'lsa-chi, komikslarda Kapitan Hydra ham Mjolnirni ko'tara olgan va u ham xuddi birga birdek Steve Rogersdek ko'rinishga ega
ega bo'lgan. Balkim Doomga ichkarida ishlaydigan ayg'oqchi kerak bo'lgan va Doom Gidrani ishga solgan bo'lishi mumkin. Bundan esa Loki allaqachon xabardor va u haqiqiy Steveni ogohlantirish uchun kelgan. Keyin esa u bilan TVA da qandaydir muhim vazifani bajarmoqda. To'g'ri, bu hozir ancha soyoz ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu faqatgina mening taxminim emas. Deyarli barcha MCU muxlislari shunday taxminga ega va bir o'ylab ko'ringa, filmning eng kulminatsion sahnasida Kapitan Amerika aslida Kapitan Hydra ekanligi ma'lum bo'ladi va bu juda qiziqarli hamda hayajonli burilishni yuzaga keltiradi. Ana, treylerdagi barcha ko'zga ko'ringan va ko'rinmagan belgi va ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha sanab o'tdim. O'ylaymanki, video sizlarga manzur keldi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.